nafrat etmaydi baribir. Bolalaringizni quchoqlab, hamma narsani unutib, uyga kirsam bolalarim ayam nima yig'layapti deydi. Umuman o'zimni topib qo'yarga joy topolmayapman. Ishxonada ham kuni bo'yi yig'ladim bor-ku, nima qilishimni bilmayman. Qayerga urishni o'zimni bilmayapman-da. Shunchalar xato ishlar qilib tashladim shu hayotda. Xatoim o'zimni boshimni yesa bo'lmaydimi undan ko'ra. Hozir bolalarimni shunga ishonib olib kelib ketaylik aya, uyga ketaylik debdi-da. Bir og'iz yozdim-da. Arslan dedim, bilet olib ber 3 balamga, men mayli o'zimnikini o'zim olaman. Desam meni chorniga soldi. Voy bila, shuncha o'tkazgan kunim, oylarimga ming la'nat bo'lsin. Apa endi bolalar shunaqada, nima deysiz endi? Bolalar vaqt soati kelib, uje anaqa qilib bo'lguncha, uje vaqtini o'tkazib bo'lgunicha. Haqiqatdan ham lekin ishxonamdagi yosh katta ayol aytdi, Vika dedi. Ishonma dedi. Kim millati dedi, o'zbek, afg'on ekan. Surxondaryodan ekan desam, ishonma iltimos Vika dedi. Shunday aldab qo'ringni chiqarib tashib ketadi, menga aytasan dedi. Yo'q, ko'rolmayapsiz Gulapa meni deb o'zimchani qildim-da. Rossiyadasiz hozir adashmasam. Ha, Rossiyada. Qayerda? Menga uzoq joydamisiz siz? Novokasino metroda. Men qalay, men uncha yaxshi bilmayman. Men ham o'zim ham endi bir haftami 10 kun bo'lib qoldi kelganimga. Men Samaradaman. Uzoqmi Samaraga? Uzoq bo'lsa kerak, men metroni yaxshi bilmayman. Ha, xudo. Shunchayam xatolar qildim, billar. Afsuslanib ketyapman hozir bor-ku. Ana nima deydi? Unutishim kerak. Qiynalyapman-da, nima qilay hozir? Qiynalyapman. 1 oy emas, 2 oy emas. 1 yil gaplashdik-da, 1 yilda ichida o'zi bo'lmayapti-da. Shunday qilgan qiliqlarini o'ylasam. Hammasi yaxshi bo'ladi, siqilmang. Aslida bolalaringizni o'ylang bo'ldi. Bolalaringizni kelajak hayotda nima qilishini o'ylang bo'ldi. Hammasi yaxshi